Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun insult va mikroinsult haqida gaplashamiz. Ko'pchilik buni adashtirar ekan, buni farqlarini men hozir tushuntirib beraman. Mikroinsult miyada qon oqimi faoliyati vaqtinchalik buziladi va tezda tiklanadi. Insultda esa miyada qon oqimi uzoqroq vaqtga to'xtaydi, miya hujayralari shikastlanadi yoki o'ladi. Mikroinsult bir necha daqiqadan bir necha soatgacha cho'zilishi mumkin va u o'tib ketadi. Insultda bo'ladigan bo'lsa, nafaqat simptomlari qolib ketib, oylab, yillabga ham cho'zilishi mumkin. Belgilari deyarli bir xil: qo'l oyoq kuchsizlanishi, yuz oqishi, gapirishda nuqsoni bo'lishli, lekin mini insultda o'tib ketadi bu narsalar. Insultda bo'ladigan bo'lsa, o'tib ketmay, uzoqroq vaqt davom etadi, balki og'irlashishi ham mumkin. Insult miyaga почти zarar yetkazmaydi. Insult bo'ladigan bo'lsa, hujayralarning o'lishligiga, nogironligiga va kerak bo'ladigan bo'lsa falajligiga ham olib boradi. Statistikaga qaraganda mikroinsult bo'lganlarning ko'p qismi tez orada insult bo'ladi. Mikroinsult o'zi insultdan oldingi ogohlantirish hisoblanadi. Mikroinsult degani bu juda ham xavfli signal hisoblanadi. Bundan keyin doimiy ravishda nevropatolog nazoratida bo'lib, qon bosimi o'smasligi, asabiylashmasligi uchun doimiy nazoratda bo'lish kerak bo'ladi. Doimiy nazoratda bo'lgandan keyin insult bo'lmasligi xavfini oldi olingan bo'ladi. Agar nazorat qilinmaydigan bo'lsa, tez orada insult bo'lish xavfi bor. Insult bo'ladigan bo'lsa, butunlay nogiron bo'lib qolish ehtimoli bor. Men doktor Xurshid, ko'p yillardan beri insultdan keyingi reabilitatsiya bo'yicha faoliyat olib boryapman. Sizga yoki yaqinlaringizga insultdan keyingi reabilitatsiya muolajalari kerak bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlar orqali aloqaga chiqing. Men sizlar bilan Toshkent shahri ichida uyingizga borib reabilitatsiya qilib berish uchun tayyorman.